Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Andijon shahridagi Tunaka ko'prikni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Hozirlarga qo'ldan kelgancha bir boshdan obzor qilib beraman. Bu joyimiz tor, kichkina joyimiz, darvozaxonalar ham past. Ashunga yarasha fasonlarimizdan qilib berganmiz. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Bo'lmasam obzorimizni boshladik. Bu ko'cha tomonimiz kichkina. Shapkachamiz bor. Tarnov qo'yib berganmiz. 3,5 metrmi, 4 metr. Bu joyimizga ko'proq fasonda bo'lgan. Pastki ichki tomonlar ham, tashqi tomonlar ham shapkalar, har xil shapkalar tushdi chiqdi joylar bor. Hozir bir boshdan sizlarga obzor qilib beraman. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'i lesa, usta haqqi, samarezi, tunakasi, o'pshim hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Dastavkalari ham bo'ladi. Bu joylarimizga turba siliflar o'rnatib berganmiz. Ofshi turba siliflarimiz 23 metr, 29 metr tarni o'rnatib berganmiz. 129 kvadrat tunakamizni ishlatganmiz. Ko'chadan kirish darvozaxonamiz. Bu joyimiz o'ta past, yerdan 2,5 metrdan jicha oshiqroq. Shuning uchun mana bu fasonimizdan qilib berganmiz. Chekasiga patnislarimizni qo'yib, shaxmatdan pastga tushirmaganimizda teng qilib mana bu qora aksessuarimizni aylantirib berganmiz. Oyna rombimizni ham pastga tushirmagan holatda qalinligi pastrog'idan, kichkinarog'idan o'rnatib berganmiz. O'ziga yarashimli qilib. Bu joyimizda perikos ham bor. Bu tomonimiz 360 bo'lsa, bu tomonimiz 390. Perikoslarni ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, bitta qaraganda ko'rinmaydigan qilib beramiz. Yani baribir ustaning ham mahoratiga bog'liqda hamma narsa. Imkon boricha qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beryapmiz. Bu joyimizda ham perikos bor. Nari tomoni 1,26, bu tomonimiz 1,35 mikan, 15 sm, 12 sm perikos bor. Bu joyimiz novo fasonda bo'lgan, oddiy novo. O'zi kichkina joy ekan. Bu joyimizga ham kichkina oyna rombimizni o'rnatib berganmiz. Shu holat, bu tomonimiz ichkari tomonimiz, ichki shapkalarimiz, kichkina tor joylarimiz. Bu joyimiz eski uy bo'lgan ekan, shu yerda ham eplab chiroyli qilib berganmiz. Tomonlarimiz ikkitali divayniy fasonimizdan bo'lgan. Oqqa mokriy bo'ldi, polniy. Qo'ldan kelgancha hamma yo'lni chiroyli qilib. Turbalar ham tushgan. Burchalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berganmiz.